Navbatdagi xalqaro 64-gullar festivali boshlanish arafasida Namangan aeroporti yo'lida 200 dan ortiq avtomobillar gullar bilan bezalgan. Gullar shahri nafosati tarovati 64-xalqaro gullar festivali doirasida yanada chiroy ochdi. Avtoparadning shahar bo'ylab harakati minglab tomoshabinlarga o'zgacha zavq bag'ishladi. Har bir transport o'ziga xos dekorativ usullarda bir-birini takrorlamagan holda bezatilgan. Xorijlik mehmonlar esa taassurotlari bo'lakcha ekanini bildirishdi. Together with Namangan Tourism, we have been promoting the International Flower Festival in Germany and Europe. Men O'zbekiston Turizm qo'mitasining Germaniyadagi vakili sifatida shuni aytmoqchimanki, O'zbekiston Turizm qo'mitasi bilan Namangan turizmini yanada rivojlantirish borasida bir qator istiqbolli loyihalar amalga oshirildi. Ayni paytda Namanganda gullar festivalida bo'lib turganimdan baxtiyorman. O'tgan davr mobaynida 10 dan ortiq targ'ibot tadbirlarini o'tkazdik. Buning natijasida minglab sayyohlar O'zbekistonga kelyapti. Bugungi festivaldan ilhomlanib gulga burkangan libos kiydim. Ismi ma'nosi ham gulni anglatadi. Bayram juda chiroyli o'tyapti. And I invite warmly everyone to come, international visitors as well as local visitors from Uzbekistan and the neighboring countries to come and enjoy this beautiful festival. Go'zallikka oshna qalblar Namangan xalqaro aeroportidan yo'l olgan avtoparadni 10 chaqirim masofadan kuzatib borishdi. Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi madaniyat va istirohat bog'i oldida avtokarvon olqishlar bilan kutib olindi. Rasmiylar, turli davlatdan kelgan delegatsiya a'zolari, mehmonlar 64-xalqaro gullar festivalining ramziy lentalarini kesishdi. Festival rasman start oldi. Viloyatning chegara hududlarida ham bayramga o'zgacha tayyorgarlik ko'rildi. Xususan, Uchqo'rg'on chegara bojxona posti xodimlari viloyatimizga tashrif buyurgan sayyohlarni gullar bilan qarshi olishdi. Bu esa mehmonlarga bo'lgan samimiy e'tibor ifodasi. Namangan bayram og'ushida